Sag'ri teri tilsimi. Bu asar fransuz yozuvchisi Onore de Balzak tomonidan yozilgan bo'lib, inson istaklari va ularning oqibatlari haqida chuqur falsafiy mazmunga ega. Asarning bosh qahramoni Rafael de Valentin. U kambag'al, umidsiz va hayotdan charchagan yigit bo'ladi. Bir kuni u tasodifan sehrli bir buyum sag'ri terisini topadi. Bu oddiy teri emas edi. Unda sehr bor edi. Sag'ri terining kuchi shundaki, u egasining har qanday istagini amalga oshiradi. Boylik, obro', sevgi hammasi muammo emas, lekin buning evaziga har safar teri kichrayadi. Teri kichraygani sayin esa insonning umri ham qisqarib boradi. Rafael dastlab bu haqida o'ylamaydi. U boy bo'ladi, hashamatli hayot kechiradi, sevgan insoniga erishadi. Ammo vaqt o'tishi bilan u dahshatli haqiqatni tushunadi. Har bir istagi uning hayotidan bir bo'lak olib ketmoqda edi. U endi hech narsa istamaslikka harakat qiladi, chunki u yashashni xohlaydi. Lekin inson tabiati shundayki, istaksiz yashay olmaydi. Natijada u o'z istaklari va qo'rquvi orasida qoladi. Asar oxirida esa fojiaviy yakun yuz beradi. Rafael o'z istaklari qurboniga aylanadi. Bu asar bizga juda muhim saboq beradi. Inson har bir narsaning narxi borligini unutmasligi kerak. Cheksiz istaklar esa baxt emas, balki halokat olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, sag'ri teri tilsimi bu insonning nafs, orzu va hayot o'rtasidagi kurashini ko'rsatadigan chuqur ma'noli asardir.